Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvdagi uyimiz yangidan qurilgan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Yangi bozor markazida joylashgan. Yangi Toshkent hududiga shundoq chegaradosh hudud. 6 sotixli, 4 xonali yangidan qurilgan. Fasad qismimiz 19 metrga 38 metr ichkarisiga bo'lib turibdi. Juda ham baland qurilgan, juda ham did bilan qurilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Hamma sharoiti bilan qurilgan. Sanuzullariga joy tashalgan. Bu naveslari juda ham baland. Molxonasini ham qurib qo'yishgan. Agrot qismiga ham katta joy qolgan. Gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari bu yerda uzluksiz ishlaydi, muammo yo'q. Sifatli materiallardan foydalangan. Juda ham baland qurilgan uy ekan. Bu joyimizga egalari bu xonadonimizni oldin ham reklama qildik, 100 ming oshiqga qo'yganmiz. Hozir pul zaril egalariga 100 ming dollar so'rashyapti. Yana kelib turib, yana baraka qilsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu mahallamizda kelib surishtirib, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Boshqalarga nisbatan ancha arzon so'ralyapti. Bemalol kelib solishtirib, surishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Havosi toza. Yonida, uyimiz yonidan ariq o'sgan. Shu ariqdan suv oqib o'tadi. Bu yog'i dala, keng dala. Yangi Toshkent hududiga chegaradosh hudud. Bu yoqdan kanalizatsiya o'tyapti yangidan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, batafsil yana ko'rsatamiz, tushuntiramiz.